Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun judayam barakali, klubnika nachinkali, qaymoq kremli, yumshoqqina medaviy tort tayyorlashni o'rganamiz. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Medaviyimizni suv hammomida tayyorlaymiz. Idishimizga 250 gramm margarin, 1 kosa asal, 2 kosa shakarni solib, suv hammomiga qo'yamiz. Suv hammomida eritib, yaxshilab aralashtiramiz. Sariyog'lar erib ketgandan keyin 2 choy qoshiq iste'mol sodasini solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Iste'mol sodasini solganimizdan keyin ko'pirib chiqishni boshlaydi. Boshqa bir alohida idishimizga 10 ta tuxumni chaqib tayyorlab qo'ygan bo'lishimiz kerak. Hozir tuxum oq sarig'i bilan birga tuxumni solamiz. Endi tuxumni solamiz. Iloji boricha tuxum pishib qolmasligi kerak. Solganimizdan srazu aralashtirib tashlaymiz. Tuxumni oq sarig'ini aralashtirib, chayib, keyin soldim. Tuxum pishib qolmasligi kerak. Tepasidan ketmay, tinmay aralashtirib turamiz. Tuxum solganimizni hisobiga tez tagiga oladigan bo'ladi. Tinmasdan aralashtiramiz. Bu massamiz 2 barobar bo'lib, ko'pirib, ko'payib chiqadi. Shungacha suv hammomida tutib aralashtirib turamiz. Suv hammomida qilganimiz uchun biroz vaqtimizni oladi, lekin shuncha vaqtimizga ketganiga yarasha ajoyib, judayam sochli medaviy bo'ladi. Taxminan 15-20 daqiqa davomida tayyor bo'ladi. 2 hissa bo'lib ko'paydi mana. E'tiborli bo'lib, yaxshilab aralashtirib turishimiz kerak. Bo'lmasa tagiga olib qoladi. Massamiz tayyor bo'ldi. Endi buni suv hammomidan olamiz va issiqligida ozgina sovutib, issiqligida unni qo'shamiz. Un manda 1 kilocha ketdi. Uni katta-kichikligiga, masallig'ingiz ko'p, yo ozligiga qarab ketadi un. Massamiz hali issiq. Unni solganimizdan keyin tezda aralashtirib tashlashimiz kerak, bo'lmasa un pishib qoladi. Oz-ozdan solib aralashtiramiz.
Un bilan birga bir osh qoshiq qabartma ham soldim. Medovik xamirimiz biroz qattiqroq bo'ladi. Men bu xamirni bir kecha xolodilnikda qo'yib, ertasi kuni pishirganman. Iloji bo'lsa bir kun oldin tayyorlab qo'yib, ertasi kuni xolodilnikdan olib pishirsangiz judayam mazali, sochli bo'lib chiqadi va pishirishdayam qiynalmaysiz. Shunaqa qattiqlikda bo'ladi xamirimiz. Strech yopib, xolodilnikka qo'yamiz bir kechaga. Ertasi kuni muzdekligida olib, yoyib pishiramiz. Xamirimiz damini olgan, muzdekgina bo'lib turibdi. Pergament qog'oz ustiga kam-kamdan solib, dumaloq shaklda yoyib pishiramiz. Bu xamirimizni bemalol un sepib yoyamiz. Yoyib bo'lgach, qolipimizni razmeriga tenglashtirib ko'ramiz. Mana tenglashtirib ko'rdim, qolipim bilan teng ekan. Endi buni pishirib olamiz. Menda shu ko'rishdan 10 ta chiqdi. Hammasini pishirib olib sovutamiz. Sovugach, qolipga tenglashtirib, qolip razmeri bilan bir xil qilib qirqib olamiz. Chetlaridan chiqqan ziyod joylarini urvoq uchun ishlatamiz. Mana menda 10 ta go'sht chiqdi. Judayam baland bo'ldi. Bundan 2 ta tort tayyorlayman. Endi esa ichiga qiladigan klubnika nachinkasini tayyorlaymiz. Blender idishiga 100 gramm klubnikani soldim. Pyure qilib olamiz. Gazga qo'yadigan idishga solib, ustidan bir kosa shakar, 2 osh qoshiq kraxmalni solib, gazga qo'yib, bir qaynatib olamiz. Qulupnayli nachinkamiz tayyor bo'lganidan keyin sovutib, konditer meshok ichiga solamiz. Endi tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Qaymoqli krem tayyorlab olganman. Qaymoqli krem tayyorlashni menimcha hamma biladi. Go'sht krem qilib tayyorlaymiz. Kremni bir tekisda surib olib, ustiga qulupnayli nachinkasini ham suraman. Klubnikali qilish xohishingizga qarab, agar qilmasangiz ham bo'ladi. Faqat qaymoq kremni o'zidan tayyorlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana yubka qilib surib oldim. O'zim klubnikani yaxshi ko'rganim uchun orasiga klubnikali qildim.
Hammasini shu tarzda birin-ketin taxlab, tortimizni tekislab olamiz. Tortni tekislab bo'lganimizdan keyin men ustini chiroyli qilib bezatish uchun varyoniy molokoni suyultirib, ustiga solib chiqdim. Tekislab bo'lgach, sukushonniy moloko bilan chizib chiqaman. Chizib bo'lganimizdan keyin tortimizni chetlariga urvog'i bilan bezak beramiz va ustini klubnika bilan yasatib chiqdim. Judayam chiroyli, ishtaha ochar bo'ldi o'ziyam. Albatta tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Menda shu 10 ta tuxumlik masalliqdan 2 ta barakali katta medoviy tort chiqdi. Albatta tayyorlab ko'ring. Buni tayyorlab yeb ko'rmasangiz aniq armonda qolasiz. Mana ichlariniyam kesib ko'rsataman. Judayam yumshoq, judayam mazali, ayniqsa qaymoq kremli bo'lgani uchun judayam zo'r ketadi. Mehmon dasturxoningizniyam ko'rki bo'ladigan shirinlik bo'ladi. Video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, layk bosishni va izoh qoldirishni unutmang.